Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugungi suhbatimizda boshqacha bir temani o'tirib qo'ymoqchiman. Ya'ni Uyg'ur millatining tarixida o'tgan eng cho'ng bir xoinlik ustida qisman to'xtalib o'tmoqchi. Ya'ni Appaxo'ja to'g'risida. Ba'zanlar ta'zim mamnun bo'lmagan qiyofatda dedi Appaxo'ja degan bu yomon ko'nrab ketgan bu tema onu har qanday bir Uyg'ur bildi, uning vatan xoini ekanligini. Undaq temalarni o'tirib qo'yishning nima zaruriyati degandek ba'zi norozilik kayfiyati, mamnunsizlik kayfiyatlarini o'tirib qo'yildi. Ammo bir millatning tarixida bir millatning davlatining munqariz bo'lish tarixida o'tgan bundaq bir xoinlik harakat to'g'risida doim takrorlab turish, uni avlodma-avlod yetkazib turish, quloqdan quloqqa to'xtamay anlatib turish bu bizningki milliy majburiyatimiz ham inqilobiy harakatimiz sebebidagi muhim bir siyosiy nuqta deb qaradim. Bu yerda nuqul holda Appaxo'janingki qandaq bir shaxs ekanligi Uyg'ur tarixida ya Uyg'ur davlatchilik tarixida qandaq rol o'ynaganligi bu to'g'risida emas. Bu muhim emas. Buni hammamiz bilamiz. Ammo bu yerda muhim bo'lgan mazmun mushundaq bir vatan xoinining o'ligi qandaqlarcha qancha asrlab mazarga aylanib keldi degan bu nuqtada qisqacha to'xtalmoqchiman. Xoin vatan sotqini Appaxo'ja 1678-yili vatanimizning shimoliy qismi, ya'ni ili baliq qismini besib yotgan ishg'olchi qalmoq askarlarini Saidiya Uyg'ur davlatining markazi bo'lgan Yorikkangacha boshlab kelib, Saidiya Uyg'ur davlatining eng oxirgi poytaxtini, eng oxirgi hukmronligini gumron qilib, Uyg'ur davlatchiligini munqariz qilishga tunji qatim qadam bosgan bu xoin 1695-yil o'ldirilganga qadar Uyg'ur tarixida misli ko'rilgisiz fojialarni ijro qildi. U Uyg'ur tarixidagi tunji qatimlik beqindi davlat kashf qilgan bir xoin. Saidiya Uyg'ur davlatining podshohligini qo'lga kirgizish uchun, Saidiya davlat tuprog'iga hukmronlik qilish uchun huquq talashib, hokimiyat talashib, ishg'olchi qalmoq askarlarini davlatimizning poytaxtiga boshlab kelgan birinchi nomerliq ham birinchi eng cho'ng sotqin edi. Vatan xoini 1695-yil o'ldirildi. Ondan keyin ta 1759-yilgacha uning avlodlari qo'rchoq hokimiyat tutib vatanimizda daim ishg'olchi qalmoq askarlariga yolg'onma xizmat qilib keldi va Uyg'ur millati hech bir zaman ishg'olchi qalmoq hukmronligini qabul qilmadi va qo'rchoq xonliklarning amr farmoniga bo'ysunmadi. Ichki urush hech bir zaman to'xtadi. 1759-yil Manju hukmronligi bostirib kirib, yana boshqa bir siyosiy fojia, boshqa bir irqiy qirg'inchilik yurgizdi. Uyg'urning mustamlik tarixida o'xshamagan davrlar boshlandi. Uyg'ur millati o'xshamagan fojialarga mubtalo bo'ldi. Buning hammasiga tunji bo'lib, vatanimizni munqariz qilgan vatan xoini Appaxo'ja sababli edi. Bu davrda Appaxo'janing qoldiq muridlari va uning avlodlari, jamoatlari uning o'ligini mazar qilib tiklash uchun qanchalik tirishgan bo'lsa-mu, Uyg'ur millati bu vatan xoinini hech qachon mazarda qabul qilmadi, uning avliyoligini ham e'tirof qilmagan. Qandaqlarcha Appaxo'ja davrimizga qadar millatimizning posiboni bo'lib, mazarga aylanib keldi. Bu mazar qachon boshlandi? Bu to'g'riliq eg'izdan eg'izga ko'chib yurgan rivoyatlarni qisman misol olishga to'g'ri keladi. Vatanimiz 1880-yillarda Zozungtangning umumyuzlik harbiy yurish qilishi bilan to'liq bir butun mustamlikaga tushgandan boshlab, Zozungtangdan iborat bu harbiy istidod zolim Uyg'ur millatini qandoq idora qilish, ya'ni faqat qurol kuchiga tayanib idora qilishga ko'zi yetmay, bu millatni qandoq qilganda tubdan bo'ysundirib,
to'liq bosh aydagili bo'ldi. Yana oz chiqim bilan, oz harbiy xarajati bilan qaysi usul orqali bularni to'liq kontrol ostiga olib bo'ldi degan bu nuqtada izlanib, Appak Xo'janing ish izlarini tadqiq qilgan. Yani Appak Xo'ja xalqni idora qilish uchun har turli vositani ishga solgan. Uning askariy va davlat kuchiga tayanishdan sirt jamiyatni, avomni idora qiladigan alohida ayrim xususiyatlar bo'lgan Appak Xo'ja. Ahli tariqat, ya'ni tariqat yo'li bilan, sufi ishonlik yo'li bilan ham idora qilgan, ham o'zining burunqi xonlarning davrida jinoyat qilgan, zindonda yotgan og'ir jinoyat bilan, ya'ni qotillik jinoyati bilan, bulanchilik jinoyati bilan, turli o'zgarmas qabih jinoyatlar bilan zindonda yotgan ashaddiy mahbuslarni zindondan chiqib, ularni jamiyatni idora qiladigan, avomni idora qiladigan bir kuchga aylantirgan. O'g'ir, qimovoz, lukchak, neshkash, qotil, bulanchilardan tarkib topgan jamiyatni idora qiladigan shundoq bir kuch ta'sis qilgan. Bu Appak Xo'janing avom ichida yurgizgan, ijtimoiy jamiyatda yurgizgan idorachilik xususiyati edi. Zo'zingdan Appak Xo'janing bu xususiyatini tadqiq qilib, uning davlat idora qilish, Uyg'ur millatini idora qilish usulini qaytadan tirildirib chiqdi. 1890-yillari Appak Xo'janing jamoatlaridan bo'lgan Farg'onalik Abu Bakr Siddiq Qudus ruhu nomidagi bir go'dak bolani zakos qilib, yorkinki yetkazib kelgan. O bolaga Hidayatullo Appakning navralari deb yuqori martaba taqdim qilib, onunğa Qudus ruhu degan mansabni, ya'ni diniy unvonni taqdim qilgan. Appak Xo'janing unvoni Qutbul Aqtob Vahdaniyatul Vujud degan taqallus bilan Appak Xo'ja o'zining muridlariga va shu chog'dagi Uyg'ur xalqiga o'zini, ya'ni Vahdaniyatul Vujud degan Tangri bilan bütünlashguchi degan. Bu Tangrining yer yuzidagi soyasi, Tangrining yer yuziga ijroatchisi deganda shundoq aqida, eng buzuq aqida bilan, mushrik aqida bilan xalqimizni bulg'ab, ya'ni o'z hukmronligini yurgizish uchun shundoq buzuq aqidalarni singdirgan. Ammo bu Abu Bakr Siddiq ishonga Qudus ruhu degan taqallusni Zo'zington tarafdan taqdim. O Qudus ruhu, ya'ni ruhi muqaddas. Bu Vahdaniyatul Vujud degandan bir qadar kaynichikinib muqaddas ruhga ulashgan, ya'ni ruhi muqaddasga aylanguchi degan unvon bilan xalqimizga uning ulug' kishi ekanligini qabul qildigan bu Abu Bakr Siddiq Qudus ruhu xalqimizni jut-jutda ahli tariqat bilan idora qilishga boshlagan. Ham buning davrida Appak Xo'janing qabrisini mazor qilib rasmiy o'tirg'i chiqargan. Undan burun Appak Xo'janing jamoatlari, Appak Xo'janing muridlari bu qabrini mazor deb topgan bo'lsa, Zo'zington hukmronligidan keyin vatanimizning sharqidan shimoligacha, sharqidan g'arbigacha, shimolidan janubigacha umumyuzlik holda Appak Xo'jani qutqazg'uchi nom bilan atash va duo tilovatida Appak Xo'jani seg'inish, Appak Xo'jaga cho'qinish umumlashtirilgan. Buni umumlashtirishda Abu Bakr Eshon Xo'ja Zo'zington hukmronligining yordami bilan yana jamiyatdagi eng nachar, vahshiy, bulanchi, qotil, neshkash, qimovoz, shundoq shafqatsiz, rahimsiz insonlarni to'plab, ularga turli unvon berib, uning ba'zilariga soxta ishonlik shahodatnomasi taqdim, Appak Xo'jani targ'ibot qiladigan, Appak Xo'janing ulug'ligini tashabbus qiladigan shundoq vazifalar jut-jutga tarqatgan. Bu davrdagi ahli ilmlar, ya'ni jadid nom bilan atalgan ziyolilarimiz Appak Xo'ja to'g'risida ochiq oshkora vatan xoini deganni tilga ololmaydi. Kimdi kim Appak Xo'ja mazar emas, mazarga cho'qingan musulmon emas, mazarga cho'qinganlar Appak Xo'ja vatan xoini desa, o'z yo'shirin suiqasddan o'ltirilib, xalq ichida Appak Xo'janing taqsiratiga ketdi. Appak Xo'jaga inkor qilganlikdan Appak Xo'ja buni urvatdi deb texmu Appak Xo'janing mazarini ulug'lashtirish darajasiga yetkazgan.
bir qism lükçek, xo deganlar mahalla jesakchilik qilib, oyg'oqchilik qilib, kimdi kim Abba Hocaga inkor qiladi ekan, uning adini berib, bundaq usul bilan jamiyatni idora qilgan. Yana bir tarafdan Abba Hocaning qabrisidan, Abba Hocaning maziridan nimani tilisa, tiliga ijobat bo'ldi degan ta'tir tashviqotni ham qanot yaydirgan. Ataydan, qasddan o'rinlashtirib, nomrod kishilarni Abba Hocaning qabrisida 7 kun e'tikof qilsa, onunğa Abba Hoca bitmas-tugmas dunyo berdi degan tashviqotni qilib, belgilik holda nomrod kishilarni e'tikof qildirib, onunğa boshqa bir yoshirin qo'l orqali tabiiy dunyo yetkazib, rastiko'chilardan hashamatlik do'konlarini ochqizib, haqiqatan xalq olamida mana Abba Hocaning lutfi inoyatiga erishkishi degan mark bilan tunishtirib, kishilar orasida buni chunqur yildiz atqizgan. Ya'ni Abba Hocadek bir vatan xoinining Uyg'ur millatining qalbida avliyo, maza, qutqazg'uchi bo'lib yildiz tartishida bir tarafdan zolim hokimiyatning besimi bo'lsa, yana bir tarafdan So'pi Eshonning turli targ'ibotlari, yana bir tarafdan neshkash, qimorbaz, lükçek qatllarning zo'r hayvonlari bilan bu shundoq yildiz tatib ketgan. Demisimi, o'z davlatini munqariz qilgan bundaq bir xoinni qandoq bir millat mazar deb cho'qinadi, qarindoshlar. Uyg'urdek bir inqilobiy bir millat qandoqlarcha o'z davlatining, o'z millatining xoinini mazar deb cho'qinadigan holat kelib qoladi. Buning tarixiy araq ko'rinishi albatta tamamen boshqacha bo'lgan. Vatanimizda Abba Hoca to'g'riliq nurg'unlagan tarixlar yozildi. Ammo Abba Hocaning haqiqiy bir vatan xoini ekanligi, uning mazari tikilinishida Zozuntan hukmronligining qanchalik rol o'ynaganligi to'g'risida ochiq qalamga ilinib, tafsili yozilmadi. Chunki bu tuproqni kim ishg'ol qilib va ishg'oliyatchiga bo'ysundirsa, Xitoy hukmronligininki tüp davlat manfaatida u qahramon hisoblanadi. Shuning uchun Uyg'ur millatini munqariz qilib, Uyg'ur millatini mustamlikaga bosh aydirib, bundaq idora qilishga cho'ng to'kib qo'shgan Zozuntan yurgizgan bu siyosatni vatanimizda keng ko'lamlik qanot yaydirib, ochiq-oshkora so'zlash albatta har qanday bir tarix yozdiganlarning jon bilan, hayot bilan o'ynashganlik bo'ladi. Qarindoshlar, Abba Hoca 1695-yil o'ldirilib, 1890-yillarga qadar o bir la'nati vatan xoini deb tuproq ostiga ko'milib yotgan bir xoin edi. Ama 1890-yillardan keyin har turli vositalar bilan yuqorida qisman qayd qilinganidek, shundoq usullar bilan u Uyg'ur millatining qalbida bir madadkor, qutqazg'uchi aylanib qolgan. Ta 1980-yillarda yangi davrdagi ziyolilar, yangi davrdagi jasoratlik diniy o'limalar yetishib chiqib, Abba Hoca'ni ochiq-oshkora tanqid qilib boshqarganga qadar umumyuzlik vatan xalqining qalbida Abba Hoca'dek bundoq bir vatan xoini ulug' avliyo sifatida zikr qilinadi, qarindoshlar. 1980-yillarda keng ko'lamli tarix yozilish, fosh qilinish, tanqid qilish boshlandi. Diniy sohada yetishib chiqqan bir turkum diniy zotlar diniy nuqtadan Abba Hoca'ni tanqid qildi, fosh qildi. Yana shundaqdimi, xalqimizning qalbidan o'rin olgan bu mal'unning obrazini unda oson o'chirib bo'lmaydi, qarindoshlar. 1988-yil 5-oylarda Abdukarim Abduveli, Abduqodirxon Yapjan, Abdulhamid Talib, Idrisxon Umar qatorliq 15 ga yaqin bir turkum jasoratli qarindoshlar Qashqarga berib, Hazrat degan mahalladagi bu Abba Hoca'ning qabristonligi bor edi. Ular berib, qarasa minglagan odamlar kecha kunduzlab tavaqqiyotgan Abba Hoca'ning qabristini tilayotgan. Buni ko'rib, bular tabliğ qiladi. Qarindoshlar, Abba Hoca bu qutqazg'uchi zot emas, tilinglarni Allohdan tilanglar. Abba Hoca bo'lsa, bir o'lib ketgan ishon
deb shunchiligin degan. Hargiz vatan xoini degan gapni mumkin emas uni deyish. Ama bu bir o'lib ketgan tariqat peshvosi, bir ishon bu telefonlarni ijobat qilolmaydi. Faqat telefonni ijobat qiluvchi faqat bir Allohdir. Allohdan kelinglar, Allohdan qo'rqinglar, Allohga sig'ininglarda qisqa bir tabliğ etpagan. Ama atrofda Appa Hojining maziriga davr o'rlashtirib, jamat o'rlashtirib kelayotgan lo'kchak, qimovoz, neshikash, qotil bulanchilar shiyiq shaklda, ya'ni mazar etgan shiyiq shaklda atrofdan hurqaynab kelib, ulug' avliyo vahdaniyatli vujud Appa Hojiga inkor qilgan bu murtatlarni qo'g'lab chiqaraylik deb ashada xilqni qo'zg'ab kelgandan keyin ba'zilar azdola tayoq to'qmoqqa uchrab, bu yerni sog' salomat qochib ketgan. Bu hodisa 1988 yil 5-oyda bo'lib o'tgan hodisa qarindoshlar. Xalqimiz o'zining vatanini, o'zining davlatini munqarz qilgan bu xoin, bu vatan xoinini ya'ni shunchalik suyatdi qarindoshlar. Nima uchun shunday bo'ldi? Tashviqotning kuchi. Bizda to'g'ri durust tashviqot hozirgacha to'liq qanot yeyib baqqani yo'q. Bir tarafdan Appa Hoji vatanimizga eli bog'liqdagi ishg'olchi qalmoqlarni boshlab kelib, vatanimizni Saudiya Uyg'ur davlatini munqarz qilgan degan yozilgan bo'lsa-mu, xalqimizniki asosan mutlaq ko'p qismi savossiz bo'lg'achqa, ziyolilarimizning, tarixchilarimizning yozganlarini xalqimiz o'qib tushunmaydi qarindoshlar. Hammamizga ma'lum, hammamiz bilamiz. Bizning vatanimizda 1985-yildan boshlab savodsizlikni oqartish qanot yaydirildi. Ondan burungi kishilar asosan, ya'ni maktab o'qimaganlar, maktab ko'rmaganlar jamiyatda umumiy jamiyat savodsiz bir holatda. Savodli kishilarmi, xat o'qiy oladigan, yozganni tushuna oladigan kishilarmi, Appa Hoji to'g'riliq yozilgan materiallarni ko'rib, bu murtatlar, ko'ngillarni yozgan binasi, buning ishonishga bo'lmaydi, Appa Hoji o'liyo deb yana o'zining jaholat qildi men yuragan. Nimishga 100 yildan ortiq, ya'ni bir asrdan ortiq bu vatan xoini to'g'risidagi xalqimizga singdirilgan, majburiy va ixtiyoriy singdirilgan ta'til tashviqot tufayli o'zining vatanining bir qotilini, vatan qotilini avliyo mazada qabul qilib kelgan. Qarindoshlar, tashviqotning bugungi kunda biz to'nib yetyapmizki, tashviqot yozish orqali emas. Ham jonli ikrorlarda so'zlash orqali nihoyatda muhim rol o'ynaydiganligini to'nib yetyapmiz. Appa Hojining mazorligida ve şunun o'xshash yurt-yurtdagi donliq mazarlarda, qabristonliklarda, ya'ni Appa Hojining nomiga tiklangan qabrlarda e'tikof qiladigan, tilaklarni shu yerda etib, tilaydigan bunday ish nihoyatda umumlashgan, ham yilda qancha qitim zarohatmada cho'ng dosh qozonda tomoq etib millatimizni bulg'ab kelgan. Masalan, atyoz vaqtlari yomg'ir talab qiladigan bir mezgilda, yomg'ir yog'may qurg'oqchilik qilgan chog'da yurt xalqi tuzlanga chiqib, Allohdan yomg'ir talab qiladigan. Mushu paytda Appa Hoji haqida dosh qozon esib, bu qozonga yo'g'on qozon, ya'ni 40 quloqli qozon deb ataladi qarindoshlar. Buning butun bir yurt xalqi chiqib shu yerdan bir loqmadan eg'iz taksimi yetishkidak shundoq cho'ng qozonlar esiladi ekan. Buningga yurt-yurtdan akagan buğday, qo'noq, o'shga, qo'y, o'zi o'lib qolgan halol, harom hayvon hammani tashlab, qaynatib, bu yerga hamma odam jumg'an paksini qo'ldan tomoq yeb, bulg'unib, shunday qilgan. Ya'ni Appa Hojining mazirini xalqimizning qalbining o'rnini oldirishda zarohatmaydigan shunday cho'ng qozon esib, cho'ng qozonda shunday tomoq berib, xalqimizning hammani bulg'ab, qalbini bulg'ab, ko'nglini bulg'ab, xalqimizning ko'zini bo'yab, Appa Hojining bu xoinlik qilmishlarini mazarga aylantirib xalqimizga qabul qildirayotgan ekan qarindoshlar. Appa Hoji to'g'riliq nurg'un asarlar yozildi. O to'g'riliq nurg'un rivoyatlar
nurg'unlagan so'z-so'zaklar tarqalib yurmoqda. Ammo xalqimiz yanada arsalda bo'lib, Appak Hoca xoinmi, o'liyomi? Appak Hoca'nın qavrisiga taqishib harammi, durustmi? Textçe işkilenip lingir taqtaqda memoatlı xalqimiz. Qarindoshlar, bir millatning davlatning munqarz qilgandan ortiq jinoyat bo'lmaydi. Bir davlatni mustamlikchilarga tutib bergandan ortiq xoinlik bo'lmaydi. Albatta, Uyg'ur xalqimi o'zining vatan xoinidan nafratlanadi. Lekin ta'til tashviqotchilar to'xtamay xalqimizning engini burmulab kelgachga, yana bir tarafdan bu vatan xoinlarining keynida kuchli mustamlikchi davlat bo'lg'achqa xalqimiz o'z vatanining, o'z davlatining qotilini avliyo, qahramon, mazar deb menishga majbur. Ammo biz erkin dunyoda qanday bo'lmasin, bu to'g'riliq ochiq so'zlaymiz qarindoshlar. Ta biz suiqasdga uchrab, yo'qolganga qadar so'zlash imkoniyatimiz bor. Shunga Appak Hoca'dan iborat bundaq bir vatan xoinini, vatan qotilini doim baş qilish kerak. Qarindoshlar, vatan xoinining keynida qudratli davlatlar bo'lar ekan, u vatan xoini doim xalqimizning qalbida qahramon deb o'rin oladi. Yelg'o vatan xoinlarining qabrisiga odatki bir mushukning o'ligining keynida bir davlat bo'lsa-mu, o'sha mushukning o'ligimi alohida qimmatli ziyoratgohga aylandi. Bu to'g'ri qisqa bir misol so'zlab o'tay. Men ishlayotgan muzeyxonada 3-oydan buyon bir mushukning o'ligi bor qarindoshlar. Buni har qanday ziyoratchilar kelsa, oldida bir kuladi. Kulib orqadan nafratlanadi. Ya'ni bir hayvonni, o'lib ketgan bir hayvonni aslida yer hukm etish kerak. Mayli islom dinining aqidasi bo'lsin, mayli boshqa dinlarning aqidasi bo'lsin, hayvon o'lib ketgan hayvonni o'chib tashlab qo'yishga bo'lmaydi ekan. Qarindoshlar, har qanday dindagi, har qanday bir inson kelib, bir qatim ko'rdi, bir mushuk, ya'ni 30-numurlik zalda bir mushuk bor. Amerikalik mushuk. Bu mushuk qachon o'lib ketgan, onun tarixini izlatib bo'lmadi. Amerikaning mushugi bo'lg'achqa, Amerikalik mushuk bo'lg'achqa, bu mushukning orqasida qudratli davlat bo'lg'achqa, bu mushukning o'ligi biz ishlayotgan muzeyxonada 30-numurlik zalda, bir zalda putqo'lni uzun sinib yotadi. Qarindoshlar, nima demoqchiman? Millat xoinining, vatan xoinining orqasida Xitoy bosimchilaridek kuchli bir davlat bo'lgan ekan, u albatta xalqimizning qalbida mazar bo'lib o'rin oladi. Xalqimizning qalbida qahramon bo'lib o'rin oladi. Chunki uni vatan xoini, davlat qotili deb xalqimizga ochiq-ochiq so'zlash bu bir jon bilan, hayot bilan o'ynashganlik. Qarindoshlar, uyqumizni ochaylik. Vatan xoinini, Appak Hoca'dek davlat xoinini bilib qo'yganga yetmaydi. Bilganga tushliq, uni tunug'anga tushliq bizda bir inkas bo'lish kerak. Nafrat, sevgi bo'lish kerak. Vatan qahramoniga sevgi, vatan xoiniga nafrat bo'lgan chaqda o millat haqiqiy millat bo'la oladi. O millat nijotlikni topa oladi. Bo'lmasa bizga o'xshash xor zabullikdan qutulolmaydi. Qarindoshlar, kim vatan xoini, kim vatan qahramoni? Bizda bunun qarta ochiq bir tushuncha bo'lgan bo'lsa-mu, ammo keskin muomala bo'lib boqmadi. İnsanın emi uyku bilan uyg'oqning o'tirisidagi mugdab qolgan bir holatda doim shunday davomlashadi. Uning o'zini haqiqatga tashabbus qilib, uyg'otadigan kuchli, jonli bir tashviqotchi, targ'ibotchi bo'lgan chaqda bu ong uyg'onib, haqiqatni qabul qildi, tafakkur qilishga boshlaydi. Agar bu ongni joyida tashlab qo'yib qo'ysangiz, u asta-asta uxlab, uyg'onmas tirik murdiga aylanib ketadi. Bizning millatimizning eni asrlab uxultilg'achqa textüzük uyg'onib ko'zini ocholmaydi. Qandaqli bir gap desangiz, g'uva uxlayotgan, mugdab qo'yotgan bir odamningki inkosida shunday inkos chiqib kelyotdi. Qarindoshlar, bu yerda Appak Hoca so'zlab o'tirishningki qanchalik ahamiyatli ish ekanligini bilishimiz kerak. Appak Hoca o'ltirilgani 300 yildan oshdi. Ammo
Onun hainliği, onun satqınlığı milletimizin peşansiga tutilgan taqdir bo'lib, texi o hech bir yo'qolgani yo'q. Bizning peshonimizga shundoq bir fojiani taqdir qilib tutishiga sababchi bo'lgan bu xoinni, bu vatan xoinini nemishki biz doim pash qilib, doim tanqid qilib turmaymiz? Nemishki biz ibrat qilmaymiz? Qarindoshlar, Oppoq Xo'ja Uyg'ur davlatchilik tarixida, Uyg'ur davlatining munqaris bo'lish tarixidagi tunji qatim va birinchi nomorliq vatan xoinidir. Onundan keyingi xoinlar nəhayətli jiq, vekil xarakterli xoinlarmi bo'lib o'tgan. Masalan, Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti 1944 yil qurilgan Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining ichida bir cho'ng xoin bor, vatan xoini. Abdukerim Abbasov. Bunun vatan xoini ekanligini vatanning ichida hech kim tilga olmaydi. Chunki Abdukerim Abbasov Sharqiy Turkiston inqilobiy harakatining ichida nihoyatda muhim rol o'ynagan, Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining qurilishida muhim rol o'ynagan, Cumhuriyet ichidagi ministrlar kabinetidan o'rin olgan, hukumat tarkibidagi muhim shaxsning biri. Xalq ichida buni vatan xoini desangiz, albatta bu xalq sizga yuzingizga tukiratdi. Ham bu xoinning eng chong roli Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini Jungo Kommunistik Partiyasiga bog'lab, Xitoy kommunistik mustamlikasiga bog'lash uchun xizmat qilgan bir cho'ng xoin bo'lg'achqa, vatanimizda uni xoin desangiz, sen Jungoning putunligiga qarshi aksiyani qilibchi deb siyosiy jazoga tortilasiz. Shunga vatan ichida Abdukerim Abbasovni vatan xoini deyish bu hayot bilan o'ynashqanlik. Ham xalq ichidami yuzimiz to'kiladigan, nafratga qoladigan bir ahvol. Bu xoinni xalq ichida onun xoinlik attabeshiyasini tushuntirish, tashviq qilish mumkin emas edi. Ammo chet elda nurg'ulg'an qarindoshlarimizning uyida qahramonlar qatorida buning rasmini eshiqliq. 1995-yil Uyg'uriston ozodlik tashkilotining qurg'uvchi raisi Hashir Vahidi apandi yetakchiligida vatan xoinlarining qilmishlari fosh qilindi. Shu qatorda Abdukerim Abbasov keng ko'lamli fosh qilindi. Uning materiallari yozildi. Marhum inqilobiy qurbon Hashir Vahidi Abdukerim Abbasovdek bir vatan xoini fosh qilganlik tufaylidan suiqasddan urib o'ldirildi qarindoshlar. Abdukerim Abbasov Xitoy davlatining Uyg'uristonning mustamlikada tutib turish uchun nihoyatda cho'ng rol o'ynagan halqiliq bir xoin edi, vatan xoini. Ya'ni bunday vatan xoinlari nihoyatda ko'p qarindoshlar. Biz tariximizda o'tgan, inqilobiy tariximizda o'tgan vatan xoinlari, inqilob xoinlarini, davlat tariximizda o'tgan davlat xoinlarini, vatanimizni munqaris qilgan vatan xoinlarini doim fosh qilib xalqimizga tunishtirib bo'lmasak, ular asta-asta xalqimizning qalbidan o'rin olib, mozorga aylanadi va qahramonlik o'rniga o'tib, haqiqiy qahramonlarni sertifikat qilib, ko'zdan qon yosh oqqiziladi qarindoshlar. Vatan xoinlari doim yuqori o'rinda turadi. Chunki vatan xoinlarining oqsida qudratli Xitoy davlati bor. Ammo bu to'g'risida so'zlash, tashviqot qilish hayot bilan o'ynashqanlik qarindoshlar. Hammamiz uyg'oq bo'laylik. Vatan xoinlariga tutgan pozitsiyamiz aniq bo'lsin. Mayli o'lgan vatan xoinlari bo'lsin, mayli hayot yashayotgan vatan xoinlari bo'lsin. Bularga bizning pozitsiyamiz, maydonimiz keskin bo'lsin qarindoshlar. Uni bilib qo'yganlik, ko'ngilda saqlab qo'yganlik yetmaydi. Ochiq oshkora tashviqot qilish kerak. Tashviqotni qabul qilib, uni o'zimizga o'zlashtirishimiz kerak. Vatan xoinlarining nafratlanishini, vatan xoinlariga ochiq oshkora norozilik bildirib, ta'til qarashni, ularning qavrisiga nafratlanishni bilaylik qarindoshlar. Allohga rahmat, keyingi qatim ko'rishaylik. Allohga emanet.